Sardor aka, bu rossiyskilar qaydan topib keldingiz endi? To'g'risi sifati nihoyatda go'zal ekan, gapni ochig'i. O'zim ham shunaqasidan bahayotganim uchun ishqiboz bo'lib qoldim. Imkoniyatim bo'lganda gapni ochig'i video syomka qilmasdan turib o'zim xaridor bo'lgan bo'lardim hozir. Obunachilar, biz sizlar uchun Andijon viloyati Oltinko'l tumani Madiyarchak qishlog'ida Sardor akam xonadonidamiz. Ikki bosh shunaqa bir jup deb qo'yamiz, bir jup. Bo'ylari 1.20 atrofida keladigan boqma rossiyskiy bo'lganda ham xudo xolasa mana ko'ringlar oyoqlari holatiga. Kirib kelganiga 3-4 oy bo'lgan aka. Orqalarini ko'ringlar-da. Shomda syomka qilyapmiz aka-ukalar. Shuning uchun ozroq qorong'i bo'lib qolishi mumkin. Ko'z bilan kelib, ko'rib, tomosha qilib, maza qiladigan mollar mana oyoq holati. Molni belgilari nihoyatda joyida. Xudo xolasa narx-navolar ham yengil bo'ladi. Sharelli stavlings. Ha, sharelli gibrid bu. Mana bu rossiyskiy semental adashmayotgan bo'lsam. Obunachilar bizni kuzatayotganlar biladi. Xonadonimizda ham adashmayotgan bo'lsa 3-marta shunaqa rossiyskiy sementaldan bahyapman. Muammo bo'lgan yo'q. Faqat foyda qilyapti mollar. O'zgarishi, oymoy qo'shishi hamma tomonlama talabga javob berar ekan. Avstriyskiy sementaldan deyarli zotga hisoblamasangiz, boshqa go'sht yo'nalish tomonlama farq qilmas ekan, yaxshi qo'shar ekan. Demoqchiman, olib boqsangiz foyda qilaveradigan zot ekanda mana. Avstriyskiy sementaldan puli ham jo'nda o'ziga. Puli ham jo'n, ha. Avstriyskiy sementaldan farqli tomoni puli yengil. Zotga avstriyskiy semental olinadi, lekin go'shtga ikkalasini go'shtga taqqosladigan bo'lsangiz, men uchun rossiyskiy semental baribir arzonroq, daromadliroq. Mana to'shlarning holati keng. Videoni uzoq cho'zmaymiz, 2-3 daqiqalik sodda, qisqa lo'nda video qilib beraman. Bularni ham qo'shamiz yo mashina? Bizda 4 dona ekan mana. Bu ikkita kattaroq. Bularni ham qo'shib qo'yaveraylik. Mana bu qirg'iz ekan, o'zi bilinib turibdi. Sifatlar shunday bilinib turibdi mana. Ko'ringlar-da. Ha, buni ham orqasi aka yaxshigina ekan. Keng narsa ekan bu ham. Buni ham sifati zo'r ekan. Prosta bu yerda shunchaki aytish kerak, qorong'iroq, biroz kech qoldi video syomka qilgani. Shuning uchun qo'ldan kelgancha bo'lyapti. Mana, narigilardan ko'ra biroz pastroq bu ya bularda nisbatan. Ha, nisbatan pastroq. Mana. Bu o'zimizni haqiqiy mesniy mol. Mana. Pulini ham mesniy qilib aytamiz. Puli ham shunga yarasha bo'ladi. Xo'p, aka, mana bu ikkalasiga aytaylik-da, obunachilar ko'p kuttirmaylik. Ikkalasiga 52 million so'm ozmoz xayriga kelishadigan joyi bor. 52 million? 52 millionga. 52 million so'm kelishadigan joyi bor ekan mana. Lekin boqib qo'ysangiz, olib qo'ysangiz, xudo xolasa meni shu gapim eslab qolasiz. Mana shu mollar kam deganda 800 kilolik mol bo'ladi-da, xudo xolasa. Mana. Aka, nima qilaylik endi? Vaqt ham tig'iz bo'lib qolyapti. Bu mesniyimizni ayting. yakkaga 16 million 200 ming so'm. 200 ming nima qilasiz? Endi 16 million so'm. 16 milliondan, 200 ming demang. Bungachi? Bunga 21 million so'm. 21 million so'm? Bo'yi 1.20, apki metrda ko'rsatib qo'yaylik o'sha. 1.20 ga yaqin inshaalloh, xudo xolasa. Ha, bu kichkina emas ekan, narigisi farq qilagan xolos, bunisi yaxshi ketadi ekan. Xudo xolasa yaxshi narsa mana. Buni 15 ga olaversin. 1.15 ga xotirjam-a, 1.15 balandroq ekan, 1.15 ga olavering. 15 ga olaversin. Yedi ishda salomatligi yaxshi hammasini. Uyda olyapti, xudo xolasa. Uyda olingan hammasi. Aka-ukalar, qo'ldan kelgancha video syomka qilib berdik. Kelib ko'rib, ustida savdo qilishinglar tarafdorimiz. Dastavka masalasida muammo yo'q, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa to'ralasini ham bir olganga undan ham kamini qilish beradi. Hamma yerda optimi arzon deydi-yu. To'rasini bitta bo'shatadigan bo'lsak, xudo xolasa ancha arzon qilib berishadi. Lekin mana shu ikkitasini bitta odam olsa, tarafdoriman, xudo xolasa shu narsa eng yaxshi variant bo'ladi. Ajratib sotish kerak emas mana shuni. Ikkovini bitta vaqtida aka-ukalar kim olsa ham maza qilasizlar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar.